Borib bitirib beraman. Mash sigirda. Ha. Qarang, 13 millionga ham sigir bor. Ha, 15 millionga ham sigir bor. Bor. Akalar, kelib 13 million, 14 million, 15 million sigir beraman deyapsiz-ku. Mana siz naqd qo'ysangiz bor-ku, rostmikan deydi odamlar. Yo'q, realni. Realni, ha? Realni. Bor narx akalar. Xolasangiz misol sotib ketib qolsa, birovni olgan odam nomerini berib ko'radi, gapirasiz. Gap yo'q. Mat chorva ishqibozlari kechki paytda video qilyapmiz. 21-avgust haftaning kechki jumasi akalar. Men qapkor, ha? Bu ham bo'g'oz-a bu? Bo'g'oz. Necha oylik? 2,5 oylik. 3,5 oylik bo'g'oz ola variantidan. O'ng'ali, gavdalar. Hozirga bitta olib chiqaramiz mana yorib, ha? Qaytaring. Bayling. Achay bayling. Achay bayling. Suti bormi yo'qmi? Bor. Nechta? 4 litr suti bor. 3 litr suti bor, 3,5 oylik bo'g'oz. 8 ta bosmagan. 8 ta bosmagan kelib ochib ko'rasiz. Bo'ybaslar necha chiqaradi? 1.30. 1.30. Hozirga ko'p turimiz kechki payt yuklanyapti video. Bo'ldi. Bugun hafta kuniga aytib o'tdik. Juma. Andijon viloyati Izboskan tumani Log'imbo'y qishlog'idamiz. Hozirga buni qancha berasiz olamiz? Bolani 21 millionga dastavka qilib beramiz hamma joyga. Aniq bo'g'ozmi? Aniq qo'sog' buzib olaveradi. Shunday uyga suktiri bilan kutib olsin. Akalar, uy tayin aniq joydan olaverasiz. 21 million so'mga? Mana shu vodiy tog'ni buyog'iga olib borib ketaveradi. 21 million so'm ketdi. Keyingisi necha oylik bo'g'oz bu? Yo'q, qisir suti bor. Ha, bu qisir suti bor. Puli 15 million kam bor. Vodiy bo'ylab. 15 million so'm kam bor vodiy bo'ylab deyilyapti. Tish nechta buni? 8 ta. 8 ta. Bir bosgan. Bir bosgan. Mana. Marimjon. Yechilmayaptimi? Olib chiqing buni. Olib chiqavering. Marimjon. Bu bir. Buni bir. Hanifa. 3, 4, 5 ta. 5 sigir bor-da. Mana olib chiqish bo'y deyapman. Mana olib chiqavering. 15 millionga o'tib beramiz vodiy bo'ylab olib borib 15 million so'mga ham sigir bormi deganlarga, mana 15 million so'mga ham baylashing. Arzonchi ukamizda mana bor. Kelaverasizlar. Achchiq. Mana. Ikkinchisi bu. 15 million so'mga. Seni achchiq. Mana holatlari. Yenelar. Suti bor-a buni hozirga? Ha, bor. 5 litr. 5 ta suti bor deyapti. Ko'ryapsizlar. Holatlarini. Kengisini yeching. Mana. Shoshilyapsiz sababiki aka-ukalar kelaverasizlar va to'liq ma'lumotlarni ko'rib olaverasizlar. Kengisini olib chiqing. Mana birinchi tug'ma yemlab olgani. 4 kurak tishi. 13 million 800 mingga dastavkasi tekin, o qora molimiz. 13 million 800 berasiz shuni. Nargisini. Ha, shuni. Bo'g'oz bu ola. Yo, buni mashinada qorani. Ha. Bu qorani 13 million 800 berasiz. Ha, dastavkasi tekin vodiy bo'ylab. Dastavkasi tekin 13 million 800 ming so'mga. 13 million 800 mingga ham bor. Bor. 4 kurak. 13 million 800 ming so'mga. Ha, qo'ydi. Joyga laykni bosib qo'yinglar. Bu olachi ola. Ola molimiz birinchisiga tug'adi. Necha oylik? 4 oylik. 4 oylik. Xunajin 4 kurak tishi. 4 kurak, ha? Birinchisiga tug'adi. Necha pul bu? Buni 27,5 millionga vodiy bo'ylab olib boradi. Bo'yi 1.40. O'shaqa ekan, 27,5 million so'mga. 4 kurak dedingizmi? 4 kurak. 4 kurak. 1.40. Katta ekan mol, katta. Telefon qanaqa ko'rinadi bilmadim-u. Bu aka tuqqandan keyin bor, bu tuqqandan keyin. O'sha mumkin. Tanimaysiz molingiz to'g'risida. Birinchi tug'ma 4 kurak. Birinchi tug'ma 4 kurak. 4,5 oylik bo'g'oz. 4,5 oylik. Buni mol akalar 5 oydan keyin mol tanimaysiz. 27,5 millionga vodiy bo'ylab. 27,5 million so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida ketdi ishqivoziga. Mana zo'ri. Akalar tavsiya qilaman. Keyingisidan oxirgisi u. Ha. Olib chiqavering. Narx-navosi qalay akalar? Narx-navo juda ham arzon. Sababiki doim arzon chiqaradi. Doim. Tavsiya qilaman, kelib ko'ring, yoqqanini xarid qiling. Buni qarang, buni suti ko'pligini. Suti ko'p-a buni? Ha. Mol kattaligini qarang. Tuz bo'g'ozmi yo'q? Yo'q, bilmayman unisini. Molni ko'ring kattaligini. Qaylan yashiga. Buni qarang. Mana kattaligi, suti bor so'raganlarga. Bahoram va sutini sag'ib ichib deganlarga 15 million vodiy bo'ylab olib borib bitirib beraman. Mash sigirda. Ha. Qarang, 13 millionga ham sigir bor. 15 millionga ham sigir bor. Bor. Akalar, kelaverasizlar, laklarda bo'lsin. Xudo xolasa, 10 u ham 15 million kam bor, 5 litr 6 litr suti bor.
Qaysi birini? Olani yonida Buni Qirg'izistonniki. Qirg'iziston. Qirg'izistonnikidan 15 million kam bor. Uchovini bitta qilaylikmi? Alisher. Uchovini bitta qilaylikmi? 1 2 Mana 3 tani pul arzonlar sut sag'ib ichib yemlaydigan. uchovini necha pul? Uchovini dastlabkasi ichida 43 millionga olib bortirib beraman. Uchovini 43 millionga. Aka-ukalar, 3 ta sigir. Qo'yingki, qo'yig'i suyug'i 14,5 dan ham bo'lmaydi. 3 ta sigirni qaranglar, 3 ta sigir. Bittasi 4 kurak, bittasi 8 kurak, bittasi 1 bosgan. Ammo ikkitasini 5 litr, 6 litrdan suti bor ekan. Akalar, lakta bosasizlar. Ulguda. Eshitdilaringiz? Apga ber qizim, ona 3 o'g'limni qo'yib. Bir sigir ham olyapsiz, to'g'rimi? 3 ta sigir olasiz. Nasib. Ko'rdilaringiz narx-navosini. Mana bitta tuqqan anu, 4 kurak ash. Yemlab olsa ham bo'laveradigan. Bunimi? Ha? Hurmatli aka-ukalar, bu aytayapti. Mana uni. Mana holatlari. Zo'r mol. Aka-ukalar, qadrdon opa-singillar. Bolasi buqalar ham bor nariyada. Kelaverasa uni addini video qildik. Bolasi buqa 3 boshlik, yangi tuqqani hammasidan hojikamizda bor. Bugun kech qolib ketib qoldik. Shuning uchun aka to'g'ri tushunasizlar. Qolgan ma'lumotni to'liq qilib telefonda olaverasizlar. Xudo xolasa qiziqqaniga 24/7 savdo bo'ladi. Bo'ladi. Kechasi demaymiz, kunduz deymiz, ishlaymiz. Gap yo'q. Mana shu uchovini ko'rsatayman mana shu. Sotganga ham olgan Alloh baraka bersin. Akalar 1 2 uchovini 43,5 dedik, 43 millionga vodiy bo'ylab dastlabkasi. Uchoq sigirdi. Ha, 43 millionga. Uchoq sigirdi 43 million so'm. Qarang bo'ylarni ham. Mollar gabaritini qarang. Yaxshi sigirlar. Tavsiya qilaman. Yana kelib ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Onlayn savdolar ham bor. Xudo xolasa narx-navosini ko'rdilaringiz, ancha arzon aytayapti. Bo'g'ozni ham tashab qo'yadigan. Bir paytda hozirga mana 13 million, 14 million, 15 million sigir beraman deyapsiz-ku. Mana siz narxni qo'ysangiz boru, rostmikan deydi odamlar. Yo'q, realni. Realni, ya? Realni. Bor narx akalar. Xolasangiz misol sotib ketib qolsa, birov olgan odam nomerini ham berib ko'radi, gaplashasiz. Gap yo'q. Beraverasiz. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Salomat bo'ling. Tashaga bayling.